Saudiya Arabistonida Makkada ishlayotgan boshqa millat vakillari necha pul oylikka ishlashadi? Mana Zikrillo Afg'onistonlik o'zbeklar so'raymiz. Zikrillo necha pul oylik olasiz? Men oshxonaga gassisa ishlayman. Ana ishimiz bor. Ovqat tarqatamiz, ovqat oshxonadan tayyor bo'lib keladi. Tarqatamiz, o'sha vaqt sho'rlarni tozalaymiz degan qilamiz. $700 oylik. $700. Ertalab nechida boshlanadi ish vaqtingiz? Ertaga men namozdan 1 soat ildan kelaman. Hamma narsa choy moylarni tayyor qilib qo'yib, ojilarni kutamiz, ovqat keladi. Ertaga namozni bomdod o'qishi va ojilar tushadi, ovqat tarqatamiz. Kechki nechigacha? Abid ham shunday. Kechqurun ham shomdan keyin to 11largacha bo'lamiz. Ertalab bomdoddan 1 soat oldin kelar ekan oshxonaga aytish bo'yicha va Abdunosir 1 soat oldin kelar ekan, keyin kechqurun 11 gacha ishlar ekan, $700 oylik olar ekan. Yaxshi. Abdunosir, mana Abdunosir oshxona xizmatchisi bu ham xuddi shunaqa ishlaydimi? Bu ham mana birda tushadi, cho'llarni tozalab. Qancha oylik oladi bu? Bunga $500 beradi. Men endi o'zbekcha ovqat ustiga turaman. O'zbekcha $500 maosh, $500. Instagram, yes. Sen qancha oylik olasan? Bu turklarga ishlaydi. Turklar shug'ul Turkiy. $400. Turkiy. Kam fulus? Fulus? Fulus ratib kam? 2005. $700 berar ekan turklarga. $700. Turklarga $700. Inaqa bizga. Bu do'stlarimiz qancha olishadi mana? Bular do'stlar endi bular bor Bangladeshliklar. Bular gassisani xizmatkori bo'ladi. Suviti buzilib qolsa suvitga boradi, suvitlarni tozalamoq hammasi bilaniki. Bilani oyligi mana shu birdod bo'ladi. Qancha bo'ladi? Bilani oyligi endi $400 ga bo'ladi. $400. Bilani so'ra hujjat $400 ishlashadi, ha? Ishlashadi.